Menimcha bu yilgi yozda har yilgidan ham issiqroq bo'lsa kerak, chunki mana bugun 31-may, issiq nerealniy darajada bo'lyapti. Issiq havolarda men faqat ko'ksiya kroshkalarni ko'rsam, ko'pchilik boshqa ovqatlar yo'qmi? Yo'q, bizda ovqatlar ko'p, lekin hozirgi kunda sezonniy, trendiy narsalarni qilish kerak, to'g'rimi? Aka ukalarim, opa-singillarim mana qaranglar. Go'shtli kroshkamiz. Vo! Hozirgi kunda mana o'zim terlab o'tiribman, ichkari kassadan terlab chiqdim. Go'shtli kroshka ichaman bugun. Hozirgi kunda haqiqatan ichadigan. Men shunchaki maqtab yo o'zimizga yorvoramiz bilmayman. Ichgan klientlarimiz, mijozlarimiz, mehmonlarimiz prosta kompot bo'lib qolishadi. Ichishadi, yoqdi deyishadi. Chunki hammadan so'rab ko'rganman. Mana hamma mahsulotlarini o'zimiz tekshirib, zo'ridan beramiz, go'shtlikkina qilamiz. Sizlarga ham albatta yoqadi degan umiddaman. Narxi 30 ming so'm. Xohlasanglar kelib ichinglar. Xohlasanglar dastavkaga chaqirtirsanglar bo'ladi. Manzilimiz Yangiyo'lda.